Biz bugun darsimizda aylanma stol metodidan foydalanamiz. Ushbu metodimiz uchun bizga, demak, kerak bo'ladi oddiy qog'ozlar va aylanma shaklda o'tirgan o'quvchilar. O'quvchilar darsga tayyormizmi? Demak, bugun bizning mavzuyimiz Hamid Olimjon mavzusi va biz darsning mustahkamlash qismida hozir aylanma stol metodidan foydalanmoqchimiz. O'quvchilar aylanma holatda o'tiribdi va raqamlangan holatda. Mubina birinchi raqam, Charos ikkinchi raqam, Diana uchinchi, Asila to'rtinchi, Shahrizoda beshinchi va Ixtiyor oltinchi raqam ostida bugun ishtirok etadilar. Hozir men sizlarga yozish uchun varaqni taqdim qilganimdan keyin o'zingizning raqamingizni qo'ygan holatda ma'lumot yozishni boshlaysiz o'quvchilar. Agar sizda ma'lumot yo'q bo'lsa, raqamingizni yozasiz va yoniga minus belgisini qoldirasiz. Ma'lumotlar takrorlanmasligi va to'g'ri bo'lishi kerak. Tushunarlimi o'quvchilar? Men olgan paytimda qaysi o'quvchida ma'lumot yozilmagan yoki noto'g'ri bo'lsa, o'sha o'quvchimiz o'yinimizni tark etadi. Ko'ramiz oxirida aylanma stolimizda kim qolar ekan. Tushunarlimi o'quvchilar? Demak, birinchi raqam ostidagi o'quvchimizdan boshlaymiz. Tayyormizmi? Boshladik. Tez-tez harakat qilamiz. Barakalla. Qolgan o'quvchilarimiz esa hozir ekspert sifatida o'yinimizda qatnashadi. Ya'ni men ma'lumotlarni o'qib berganimda qolgan o'quvchilar bu ma'lumotning to'g'ri yoki noto'g'riligini aytishlari kerak bo'ladi. Tushunarlimi o'quvchilar? Barakalla. Demak, 5-raqam ostidagi o'quvchimiz yozmoqda. 6-raqam ostidagi o'quvchimizga yetib keldi. Beramiz. Demak, ma'lumotlar yetib keldi va uni o'qib beraman. Hurmatli ekspertlar, eshitamiz. 1-raqam ostidagi o'quvchimiz 1909-yilda tug'ilgan. Ma'lumot to'g'rimi? To'g'ri. Ikkinchi o'quvchimiz onasining ismi Komilaya, to'g'rimi? To'g'ri. 3-dekabrda tug'ilgan. 12-dekabr. Baxt nomli she'riy to'plami bor. To'g'ri. Turmush o'rtog'i Zulfiya xonim. To'g'ri. 6-raqamli ishtirokchimiz esa hech qanday ma'lumot yozmabdi va o'yinimizni tark etadi. Marhamat, 6-ishtirokchi, demak, bitta stulimiz bo'shadi. Demak, ikkinchi listni olamiz va ikkinchi listimizni yana 1-raqam ostidagi o'quvchimizga taqdim qilamiz. Marhamat. Tayyormizmi? Boshladik.